Agar ahamiyat bersangiz, Allohu akbar degan zikr bor, masalan. Namozda. Har namozda aytamiz. Mana shu Allohu akbar ma'nosi ustida agar tafakkur qiladigan bo'lsak, nihoyat katta ilm ochilar ekan-da o'zi, katta narsalar ochilib ketar ekan. Azon etiladi, namozda Allohu akbar deb chaqiriladi. Nima degan Allohu akbar degani? Alloh men uchun eng muhimi degani. Hamma narsadan ustun degani. Ya'ni sen nima ish qilayotganingdan qat'iy nazar shu ishingni tasha. Chunki Allohu akbar degan. Namozga shoshgin degan. Ya'ni bu ishlaringni Alloh muhimroq degan. Ya'ni Alloh senga buyurgan ibodatda mana shu namoz bu ishlaringni muhimroq tasha bu narsani degan. Nima ish qilayotgan bo'lsang ham. Akbar degani shu eng ulug' ish degan ma'noda ham eng ulug'ligini eslatib qo'yish bo'lar ekan dedi. Ya'ni Alloh taolo bu ishlaringdan buyukroq degan. U muhimroq, ya'ni u mahbubroq deganida. Xullas namozga kelamiz. Namozga boshlanishdan oldin o'sha takbirul ihromda, ya'ni Allohu akbar deyiladi-ku. Bu degani xayolingni hamma narsadan bo'shatgin. Alloh bu narsalardan muhimroq degan. Inson ikkinchi marta o'ziga eslatyaptiki, men hayotimda birinchi o'rinda turadigan narsa, birinchi o'rinda turadigan zot bu Alloh taololigini eslatadi o'ziga. O'sha namozga kirgan har rukuda, rukuga ketayotganda o'ziga eslatadi, rukudan sajdaga ketayotganda o'ziga eslatadi. Keyin namozdan keyin 33 marta uni qaytaradi. Kun davomida agar biz hisoblasak 350 martadan ziyod etar ekanmiz-da, biz o'zimiz bilmagan holda. Allohu akbar degan so'z. Allohu akbar o'zini. Nimaga bunaqa ko'p qaytariladi deb o'ylaysiz-ku? O'zi ko'p qaytariladigan zikr bu degani nihoyatda muhim degani. Ya'ni qalbingga singib ketsin shu narsa degani. Shu ma'nosi ichiga singib ketsin degani. Buni san unutish kerak emas degani. O'zi zikr degani eslatma-ku. Zikrlardan maqsad o'sha narsa qaytarilgan sari qalbga kirib singib ketsin qalbi. Ya'ni odam vaziyatga tushganda avtomat darajada Allohu akbar bo'lib ketish kerak-da. Ya'ni o'sha nafsi bilan yonma-yon keladimi, ya'ni qarama-qarshi shayton xohlagan narsa bilan qarama-qarshi keladimi? Avtomat darajada Allohning buyukligi chiqib ketib qolish kerak-da amalda. Tanlovda zarur Alloh akbarligi esga tushadigan. Ha, tanlov, ya'ni avtomat darajada albatta men bu ishni tanlayman degan narsa bo'lib ketdi. Chunki Alloh ulug'-ku deb. Ha. Endi bu masalan Alloh taolo namozda buni ko'p bizga eslatadi, har xil yo'l bilan eslatar ekanda Alloh taolo. O'sha la ilaha illallohda ham bor o'sha ma'no. Ya'ni la ilaha deganda hech qanaqa iloh yo'q. Ilohlikka loyiq bo'lgan hech kim yo'q. Hech narsa yo'q bu dunyoda. Illo Alloh. Hamma narsadan tozalab tashab, poklab tashab hayotingizda Alloh o'rniga qo'yasiz. Shu tushunchalar agar o'sha kirsa inson hayoti tamomiy o'zgaradi.